Amerikaning Yüjensi viloyatida mashina bilan yo'l yurayotgan amerikalik bir qizning tuyuqsiz mashinasi oxiri chiqmas bir yo'lda to'xtab qoldi. U telefon va pullari qo'yilgan sumkasini uyda unutib qolgan edi. U nima qilarini bilmay yo'lda dong etib turib qoldi va atrofga qarab yo'l bo'yida kitob o'qiyotgan bir yigitni ko'rib qoldi. Uning kiyim-kechiki va taq-turqidan qaraganda nihoyat namrat ishkanligi chiqibli turadi. Qizni ko'rgan yigit o'rnidan turib uningdan "Men yordam qiladigan biror ish bormi?" deb so'radi. Qiz uni jinoyatchi yoki yomon niyatli odam deb o'ylab qoldi va biroz qo'rqqandek "Hech ish yo'q" deb javob berdi. Yigit o'z o'rniga berib kitobini o'qishni davom qildi. Bir ozdan keyin qizning yanada jiddiylashgan holda o'ri turayotganligini ko'rgan yigit uning yeniga kelib mundoq dedi: "Menga ishonsangiz bo'ladi. Har qanday ish bo'lsa tortinmay davering. Yordamingizda bo'laman. Mashinamning miyi tugab qoldi", dedi qiz xijil bo'lgan holda. "Mashinangizning ichiga kirib bir oz saqlab turing. Men bir ozdan keyin qaytib kelaman", dedi yigit uni xotirjam qilib. Qiz nima ishlar yuz berar deb o'ylab texmo qo'rqishga boshladi. Taxminan yarim soat o'tgandan keyin yigit qo'lida bir bak mayni ko'targan holda yetib keldi va mashinaga may quyishga boshladi. Mashina ichida o'ltirgan qiz ta'sirlanmoqda edi. Yigit mashinaga may qachlab bo'lgandan keyin qizning oldiga kelib: "Yenimda faqat mushu $20 pul bor ekan. Bo'lmasa ko'proq may setib olgan bo'latdim. Ishonamanki, bu may bilan uyingizga sog'-salomat yetib bora olasiz", dedi. Qizning ko'zidan taramlab yosh to'kildi va yigitdan uyiga birga berishini, pulini qaytarib beradiganligini aytdi. "Kerak yo'q. Bu pulni menga biraylan bergan edi", dedi yigit. Qiz rahmatini bildirib, mashinaga minginicha pul va kiyim-kechak elib kelish uchun yo'lga ravon bo'ldi. Bir hozirdan keyin u qaytib kelib, uning bilan ahvollashgandan keyin uning afrikalik bir musulmon yigit ekanligini, bu yerda ish izlab yurayotganligini hamda vaqt o'tkazgach bu yerda kitob o'qib o'ltirayotganligini bilib qaytib ketdi. Uning o'qiyotgani olamlarning parvardigori Alloh tarafidan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan muqaddas Qur'oni Karim edi. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan edi: "Qarindishining hojatini ravo qilgan kishining Alloh hojatini ravon qiladi." Qiz musulmon yigitga tashakkurini bildirdi hamda o'zining Facebook tor betiga yigit bilan bo'lgan hikoyasini yozib taqatdi. Buning bilan yigitga mingdan ortiq o'rindan xizmat taklifi keldi. U yigitga yordam qilish uchun taraf-tarafdan pul to'plandi. Eng muhim bo'lgani qizning qo'lim qo'shnilari, do'st yorellari, urug' tuqqanlaridan yuzlarcha kishi islom bilan tanishib chiqdi va o'nlarcha kishi musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lganlardan eng birinchisi heliqi qiz edi. Buningga heliqi yigitning yordam suyarligi sabab bo'lgan edi. Alloh taolo mundoq deydi: "Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zaminchi keladigan jannatga oldiranglar. Taqvodorlar kengchilikdimi, qiyinchilikdimi Alloh yo'lida pul-mol sarf qiladiganlar."